Assalomu alaykum, Kamina Jafarovchilar, sizlar bilan milliy sertifikat video darslarida, onlayn video darslarida birgamiz. Demak, shunchaki bu videoni yaqiningizga jo'nating, kanalimizga obuna bo'lib, like bosing, komment yozing. Bu video sizlar uchun mutlaqo bepul. Demak, fevral oyida milliy sertifikatni xudo xohlasa siz bilan birga qo'lga kiritamiz. Demak, boshladik. Bizda birinchi savol bilasiz, geometriyadan bo'ladi. Demak, sharti mana quyidagicha. Demak, konus berilgan ekan, ya'ni chizib olamiz. Asosini 164 pi, yon sirtini 180 pi va ichki chizilgan, ya'ni kichkina r bu ichki chizilganini bildiradi. Shar radiusini topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Demak, konusni chizib olamiz. Demak, bilamiz, konusni mana shu holatda chiziladi. Chizmalarga rozi bo'lasizlar, o'xshamay qolsa. Demak, mana shu konus. Mana bu asosini bilamiz, doira aylanadan iborat bo'ladi. Bu asosini radiusi mana bu L. Bu apofemasi deyiladi, ya'ni yon-yog'i. Xo'p, mana bu h kerak bo'lib qolar. Bu bilamiz, h bu balandlik. Demak, konus shaklini ko'rib oldik. Endi bizda berilgan narsalar asosining yuzi bor 64 pi. Demak, mana bu ham radius bo'lsa, asosi doiraligidan yozamiz. Pi r kvadrat barobar 64 pi. Pilar qisqarib ketsa, r kvadrat teng 64, bundan r teng 8 ga kelib chiqadi. Demak, mana bu 8. Bu ham 8. Endi yon sirti deganda mana bu asosidan boshqa sirt tushuniladi va yon sirtining formulasi pi r l. Bu 80 pi ga teng. Pi ketsa, r 8 bo'lsa, l 10 chiqadi. Ya'ni apofemasi demak 10 ga teng. Endi xo'p, balandlikni topishimiz shartmi? Mayli, topib qo'yamiz. Balandlik endi Pifagordan topiladi. 10 ning kvadratidan 8 ning kvadratini ayirib ildiz olamiz. H bizda, ya'ni 10 ning kvadrati minus 8 ning kvadrati bilmaganlar uchun bu 6 bo'ladi. Demak, Pifagor 6. Yaxshi. Endi konusni ichiga shar chizilgan, ya'ni ichki chizilgan bu. Bu degani mana shu uchburchakka ichki chizilgan aylana yoki doiraning radiusi degan. Uning formulasini bilamizmi? Bilamiz. Uning formulasi r barobar demak 2s, ya'ni 100 a plus b plus c. Mana shu formuladan topishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi. Bizda tomonlar bor. Endi bilamiz, konus teng yonli bo'ladi. Shuning uchun bu tomon ham 10, bu tomon esa 8, ya'ni 16 ga teng. Yaxshi. Demak, ichki chizilgan shar radiusini topish uchun yuzasi 2 ko'paytirilgan asos 16, balandlik kerak bo'ldi. Mana 6 bo'lingan 2. Pastda 10 plus 16. Xo'p, 2 bilan 2 qisqarsa, tepada 16 kere 6, pastda 20, 36. Bu qisqaradi 6, bular ham 2 ga qisqaradi. Demak, 8 taqsimda 3 ga teng bo'lar ekan. Konusimizga ichki chizilgan sharni radiusi. Demak, davom etamiz. Ikkinchi savolimiz. Demak, bu ikkinchi savolimiz mana shu ifodani irratsionallikdan qutqarishimiz kerak, do'stlar. Demak, biz bilamiz, irratsionallikdan qutqarish degani maxrajdagi ildizli ifodalarni yo'qotib olish kerak, uni suratga chiqarish kerak. Yaxshi. Lekin bitta muammo, mana bu yerda ikki xil ildiz, bu 4-chi, bu 8-chi. Ikkalasini ham imkon qadar bir xil ildizga yozib olishimiz kerak, ya'ni 14 taqsimda buni ham 8 deymizda, faqat 3 ni kvadratga ko'tarib qo'yamiz, 9 bo'ladi. Plus 8-chi ildiz ostida 2 ga teng bo'lar ekan. Mana bir xil bo'ldi. Endi biz bilamizki, agar maxrajda ikkita ildizli ifoda berilgan bo'lsa, uni ildizini yo'qotish uchun birinchi qiladigan ish mana shu maxrajdagi ifodani teskari ishoraligiga ko'paytirish. Ya'ni surat maxrajni biz hozir ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Mana shu 8-ildiz ostida 9, faqat minus mana 8-ildiz ostida 2 ga. Shuni keling, sal soddaroq yozish uchun birinchi ifoda deymizda, suratga ham birinchi ifoda deb yozib qo'yamiz. Hozircha kerak emas-da bu. Xo'p, endi biz buni bilamizki, a minus b, a plus b, ya'ni qisqa ko'paytirish formulasidan bu a kvadrat minus b kvadratga ajraladi. Mana bu. Ya'ni soddalashadi. Xo'p, buni soddalashtirsak 14 ko'paygan demak birinchi ifoda, pastda ikkita ildizdan yo'qoladi, bitta kamayadi. Demak, 4-ildiz ostida 9 minus 4-ildiz ostida 2. Yana shunday. Endi buni pluslik ifodaga ko'paytiramiz. Ya'ni 4-ildiz ostida 9 plus 4-ildiz ostida 2. Keling, buni ikkinchi ifoda deymizda, xuddi shunday suratga ham ko'paytirib qo'yamiz. Albatta, surat bilan maxrajni bir xil ko'paytirish kerak. Xo'p, buni soddalashtirsak, demak 14 ko'paygan birinchi ifoda
ko'paygan ikkinchi ifoda. Pastda bu, demak, ildiz ostida 9 bo'ladi, minus ildiz ostida 2. Xo'p, endi xuddi shu narsani yana plyusligiga ko'paytiramiz. Demak, ko'payadi bu, mayli, 9 dan chiqarmadik ildiz. 9 plyus, demak 2 plyus, demak bu bizda 3-ifoda bo'lsa, suratni ham 3-ifodaga ko'paytiramiz. Adashmayapmizmi? Demak, ildiz minus plyus. To'g'ri. Demak, tepada qolyapti 14 ko'paygan, demak, birinchi ifoda, ko'paygan ikkinchi ifoda, ko'paygan uchinchi ifoda. Mahrajda 9 minus 2. Ya'ni mana bu ifodamiz 7. 7 bilan bu qisqarib ketadi-da, bizda qoladi 2 ko'paygan. Birinchi ifodamiz mana bu edi. Ildiz ostida 8 minus 8 ildiz ostida 2. Ikkinchi ifodamiz mana bu. 4-ildiz ostida 9 plus 4-ildiz ostida 2 va 3-ifodamiz endi mana buni soddalashtirib 3 plus ildiz ostida 2 deb qo'ysak bo'ladi. Demak, mana mahrajda hech qanaqa, mahrajda prosta bir qolib ketdi. Mana shu ifodani biz qutqarib oldik, do'stlar. Davom etamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, oxirigacha ko'rishni tavsiya beramiz. Bu darslarimiz sizlar uchun mutlaqo bepul. Biz siz uchun harakatdamiz, siz ham bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Davom etamiz. Demak, do'stlar, bizda 3-misol logaritmga doir misollar ekan. Keling, demak, logaritmda ba'zi bir xossalari bor. Mana shuni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, logaritm xossalari, ya'ni bu qisqacha nazariy qism bo'ladi. Demak, logaritmda quyidagicha ifoda bor. Agar sizda logaritm a asosiga ko'ra b yozilgan bo'lsa, siz uni asos va argumentni almashtirmoqchi bo'lsangiz, 1 taqsim logaritm b asosiga ko'ra a deb yozsangiz bo'ladi. Hozir biz mana shu xossadan foydalanamiz. Keyin yana bitta narsa, misol uchun logaritmda mana bu yerda n soni bo'lib, qandaydir logaritm a asosiga ko'ra b bo'ladigan bo'lsa, mana shu n, mana bu b ni darajasiga chiqadi. Logaritm a asosiga ko'ra b ni n-chi darajasi bo'ladi. Xo'p. Agar yana qanaqa xossadan foydalanishimiz mumkin? Agar keling, misol uchun logaritm a asosiga ko'ra n asosni qanaqadir darajasi bo'lsa, u holda bu 1 taqsim n bo'lib, logaritmni oldiga tushib keladi. Mana shunaqa xossalaridan foydalanamiz va yana bitta xossasi bor. Misol uchun a bu qanaqadir sonni darajasi va uni darajasida yana logaritm a asosiga ko'ra b bo'lsa, mana bu ikkalasi qisqarib, shunchaki bizda b degan ifoda qoladi. Mana shu logaritmning xossalaridan do'stlarim foydalanib, hozir mana shu misolni, oddiygina misolni ishlaymiz. Demak, birinchi xossadan foydalanib olamiz va mana buni ham 3 asosga ko'ra yozib olamiz. Ya'ni 81 deganim 3 ning 4-chisi, bu teskariga aylanadi, logaritm 3 asosga ko'ra 5 bo'ladi. Xo'p, mana boya xossa, mana bu tepaga chiqadi-da, 3 asosga ko'ra logaritm 3 asosga ko'ra 5 ning 4-chisi. 3 bilan 3 ketadi va bizda 5 ning 4-darajasi qoladi. Bu 625 bo'lar ekan. Yaxshi. Endi mana 27 darajasi 9 asosga ko'ra 36. Ikkalasini ham asosini bir xil qilamiz, ya'ni 3. Xo'p, 27 bu 3 ning kubi, mana logaritm, mana bu 3 ning kvadrati, ya'ni xo'p, 3 ning kvadrati 36. Xo'p, biz boya mana bu xossada yozdik. 3-xossada asosning darajasi mana bu yerga taqsim bo'lib tushadi. Ya'ni 3 taqsim 2 bo'ladi, logaritm 3 asosga ko'ra 36. Ya'ni mana shu 3 taqsim 2 36 ni darajasiga chiqadi. 3, demak, logaritm 3 asosga ko'ra 36 ni 1,5 darajasi. Xo'p, yana 3 bilan 3 ketadi, 36 dan ildiz olamiz. 6 ni kubi bo'ladi, bu 216 bo'lar ekan. Ikkinchi ifodamiz. Xo'p, uchinchi ifodamiz endi soddalashtirsak, demak 3, 4 o'zi bor. Logaritm 9 asosga ko'ra 7. Mana shu 9 ning o'rniga biz 3 ning kvadrat yozamiz va bu 1 taqsim bo'lib tushadi. Ya'ni 4 taqsim 2 bo'ladi. Logaritm 3 asosga ko'ra 7. 3 bilan 3 ketadi, bu 2 bo'ladi. 2 bu 7 ning darajasiga o'tadi. 7 ning kvadrati 49. Endi 3 ta sonni qo'shamiz. Demak, birinchi sonimiz bizda 625 plus 216 plus 49. Demak, bu 5 6 bo'lsa yana 0 9 va 8 890 ga teng bo'lar ekan.
Do'stlar, bugungi video ham o'z oxiriga yetdi. Biz sizdan umid qilamizki, bizni qo'llab turasiz, biz esa sizni. Demak, biz siz uchun harakatdamiz. Keyingi videoda yana ko'rishamiz.